Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Oysha onamizdan so'ragan ekanlar, Rasululloh uy ishlarida qanday edilar deganlarida, Rasululloh uyda erkaklar qanday bo'lsa xuddi shunday edilar. Ovqat qilyasiz suv toshib berardilar, kir yuvasiz suv toshib berardilar, bolalarni o'ynatib turardilar. Men payg'ambarman-ku demas ekanlar-da. Hali shunaqa yigitlar bor-da, uylanish yoshiga yetib olganda choshni tarab qilich bo'lib kiyinadi, dada bechora nima bo'lsa bo'lib yotadi, u kishim chertinib turarlar-da, qo'llarini yana bunaqa joylarga qo'yib oladilar. Cho'ntagida chapalaq deb telefon orasi-orada jiringlab turadi. Yarim soat telefonda ota bechora qora terga botib ketyapti. Shu yigitni uylanishligini nima deb o'ylaysiz? Qarang, endi qarangki, otaga qaraladi. Otaga qaralganda ota uyda qanaqa hukmron, hikmat egasi, tartiblik, tarbiyalik, xonadon ahillarini bir xotirjamlikda, salomatlikda, intifoqlikda ushlaydigan ota bo'lsa, bilingki, uni o'g'li ham bir kun emas, bir kun shuni qiladi. Lekin tafriqa qiladigan o'g'ilni yaxshi ko'rib, buni yomon ko'rib, unaqa edi-ku, bunaqa edi, xotin bilan orozlashib yuradigan bola bo'ladigan bo'lsa, vaqtiki kelib, u bola ham xuddi otasini ishini qiladi, debdilar. Alloh saqlasin.